Okamman, okalarim, bugun bizning obzorimizda yangi mebellarni obzor qilmoqchimiz. Xo'p, ko'rsanglar bo'ladi. Spalni garniturli narxlari bilan tanishtirib o'taman. Mana buni qaranglar, 16 million 100 mingga mana shu garniturimizni domga qo'yib qo'ysanglar bo'ladi. Trimo hamma komplekti bor. Ko'rib turibsizlar. Men nimaga bularni obzor qilyapman? Shtobi biz bu sotamiz, yangi narsalar ham chiqadi. Shtobi yangi narsalar narxini bilinglar deb. Qaranglar mana buni. Qanaqa idealniy sladki holatda turibdi. Spalnilari, anaqalari, trimo, tumbichkalari, один dizaynga ega. Narxi ham 33 million 500 ming so'm bo'ladi. Mana bu stul xohlasanglar olmoqchi bo'lganligi, bu stolning narxi 4 million 65 ming so'm. Stullari где-то bir 70-80 dollardan chiqadi. Ko'rib turibsizlar, ideal holatda yangi narsalar, Jahon mebel, Qorasuv bozorida bo'ladi. Men lakaslarni tashlab qo'yaman. Xo'p, mana bu qarasanglar bo'ladi. Katta stullari bilan, stullari ham вообще необычный anaqalari moshniy materialdan penalka modlarni ham ko'ryapsizlar. Xo'p, mana bu yerda qaranglar, spalni garniturda, spalni garniturimizni idealniy holatda turibdi. Mana shu spalni garnitur где-то bir 20 millionga chiqar ekanda. Mana bu penalka modimiz 14 million 200 ming so'm. Obunachilar, biz sizlarga kopikani qo'yamiz, ko'ryapsizlar yengizini qanaqa qimmatligini, ulgurib like bosib qolamiz. Yana obzor qilamiz. Hozir vaqtimiz yetmaydi, chunki video qisqa bo'lishi kerak. Reelslar aylanishi yaxshi bo'lmaydi. Like, podpiska bosib qo'ysanglar, bemalol hammasini obzor qilib beramiz.